o'tirmaydi. Sen uylansang menga foyda bo'lar ekan-a? Nimaga? Etika, estetikani bilar ekansan-a? Yashashni mendan o'rganasiz-da. Yashashni? Men senga uylanaman. Doda? Men sizga tegmayman. Nega? Siz to'g'ri kelmaysiz chunki menga. Nimam to'g'ri kelmaydi? Chiroyli, men shunaqa chiroyli, shuncha tillarni biladigan aqlli qizman. Men chet elga tegmoqchiman. Chet elliklarga. Nimaga qizlar chet elliklarga erga tegishga qiziqadi? Chunki ularda qaynona qaynota bo'lmaydi. Qaynonani xizmatini qilish kerak degan narsa bo'lmaydi. Shunaqami? Bizani o'zbekchilikda bilasiz-ku, ertalab vohli tur, spir, ish qil, obed qil, ovqat qil. Undan so'rab ko'chaga chiq. Ha. Tushundingizmi? Menga unaqa narsalar yoqmaydi. O'shaning uchun chet ellik bolaga erga tegman. Men senga yana bitta narsa aytaymi? Xo'p. O'qigan qiz ekansan-u. Lekin qovoq miya ekansan. Yo'g'i. Dunduk.